tashlab berildi. Sadriddin Abdullayev yuqorida o'chasiga yetkazib berdi. Hujum davom etadi, lekin bu safar va penalti. Zarbaga ruxsat berildi. Zarba! Gol! Nuluvar! Hisobda oldinga chiqib olyapti. Birinchi bo'limda va himoyachilarimiz hujum davom. Darvozabonimiz yaxshi harakat qildi, himoyachilarimiz uzoqlashtirdi, tepib yuborish kerak. Sanjar o'zida to'pni ushlab turibdi, yuqoridan yetkazib berdi, yaxshi pas, hisob 0-2. Chirik buyurdi, raqib darvozasiga gol kiritdi. Mezbonlarning kayfiyati, mana bu darvozabon kayfiyati qanday tushib ketgan bo'lsa, hozir barcha futbolchi maydon egalari hujumga boryapti, ehtiyot bo'lish kerak. Ahamiyati yo'q, hozir ehtiyot bo'lish kerak va vakillarimiz bir kerak bizga yo'q, penalti belgiladimi? Mana jarima maydonchasiga to'p Erquvatovga omad tilaymiz. Zarba bu safar gol urdi. Negrido hozir hisobni qisqartdi. Sergiyev Abdurahimov taqladi, yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Cheran kirib bordi, zarba to'singa tegib qaytdi. Marat to'pni to'g'rilay olmadi. Alijonov zarba ber! Golmi? Yo'q. Sergiyevdan qayta qabul qilib oldi. Himoyachilarni aldadi, jarima maydonchasiga kirib bordi. Tep ulgurmadi. Boshlang'ich tarkibda edi. Bugun zaxiradan maydonga tushdi, yuqoridan. Qonimiz biroz oldinlab ketgandi, lekin Sanjar Quvvatov to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir marta Sanjarning o'sha baland sakray olishi reaksiyasi hozir gol keldi. Yuji Sato final pushtagini chaldi. Imkoniyatni boy berdi. G'alabali o'yinlarda ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.